lekin to'yib ketsang, ko'zingni yog' bosib qolsa, odamlarni mensimay qolsang, dunyo ko'payib ketib qolsa, kibrga, manmanlikka ketib qoladigan bo'lsang, bir mozorga aylangin. Ahli quburlarni ko'rgin, qabrlarda yotgan allomay zamonlar, dunyo topgan davru davronlarni ko'rib, bularni oldida men kimman deb o'zingga savol bergin. Bir kunmas bir kun men ham xuddi shu manzilga kelaman-ku degan xayol bilan ko'zingni yog'lari erib ketsin degan ekanlar. Ustozimizning bir baytlari borki, bu hayot gulshaniga mehmon ekanmiz barchamiz. Bu dunyoga do'stlar oshiq ekanmiz barchamiz. Qo'sh imoratlar solay deb jonimiz bo'ldi halak. Endi bilsam bu imoratlarga mehmon ekanmiz barchamiz.